Onalarimiz, qizlarimiz, ukalarimiz hammaga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bu korporatsiyaga kelishimiz sabab men ham salomatlik bo'lganim ko'pchilik qatori. Men 17 yil oldin ikkinchi guruh nogironi bo'lganman. Aslida meni kasbim ham qassobchilik, ham savdogarlik. Men shu darajada yaxshi ishlardimki, tinimsiz. Meni ichimda bir tuyg'u bo'ladi, sen boy bo'lishing kerak. Meni qalbimda hech qachon tinchlik bermagan narsa bor. Ko'zim sen boy bo'lishing kerak. Men 5 yoshimdan pul topishni boshlaganman. Kim bor? Bolaligida pul topgan. Qo'linglarni ko'taringlar. Молодец, mana shu insonlarni olqishlab qo'yamiz. Har bir insonning hayotida turtki bo'ladigan narsa bor. Bu eng katta narsa orzu. Mana men orzum bolaligimdan boy bo'lishdir. Yaxshi harakat qildim. O'z tengdoshlarim orasida zo'r yurdim, zo'r kiyindim, zo'r uy-joy qildim, zo'r mashina mindim. Lekin kunlardan bir kun aka aytganlardi, nogiron bo'lib qoldim. Taqdir taqozosi bilan tag'in ikkinchi guruh. Mani belim 17 marta chiqib ketgan. 17 marta belim chiqib ketgan. Bu 17 marta bel qazlagan narsa emas. Uni davoladik, yangi maqsadi bilan. Keyin mana bir 10 yildan keyin yana bir kasallik orttirdik. Bu serospektin. Buni ham shu kompaniya mahsuloti bilan davoladik. 3 yildan keyin yana qaytaratib qo'ydik. Nima uchun? O'zbekiston ahlining eng yaxshi ko'rgan taomi bor. Xamir ovqatlar. Xamir ovqatni ko'p yeganim sababli serospektin yana aniqlandi. Operatsiya qilishda och yana yopib qo'yishdi. Bu odamga garantiya yo'q. Faqat buni joyi Hindistonda yoki Ko'ngilon qabristonida. Alhamdulillah, Xudoga shukr deymanki, mana hozir joyimiz shu ekan, sizlar oldinglar turibman. Bundan avvalo Allohimga behisob shukrlarni aytaman. Mana orasida ikkita zo'r rezultat etib ketaman o'zimdan tashqari. Nega bizning yurtdoshimiz prezidentimiz aytayotgan gaplari bor, xalqimiz sog'lom bo'lishlari kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Har birimiz xalqimiz uchun har kuni bittadan insonga yaxshi yo'llashimiz kerak. Kim shunga qo'shiladi? Qo'l ko'taringlar. Rahmat hammaga. Qarang, ikkinchisini aytaman. Mana oldinga 3,5 oy bo'lib bir yigit keldi. Davlat ishida ishlaydilar. Juda mas'uliyatlari katta, organ yo'nalishida. Kozimjon, sizni eshitdim, qo'lingizdan kelarkan. O'sha oddiy insonman, qanaqa qo'limdan keladi? Siz ishoning, men sizga ishonib keldim. Xonaga kirdilar, nima kasalliksiz? Ochki, furashka, hamma yo'llar yopib, eshikni yoping dedi. Butun badan 95% psoriaz bosib ketib bo'lgan. 95%. 3,5 oy bo'ldi. Ana o'sha inson menga juda minnatdorlar. 85% yo'qolib ketib bo'ldi. Psoriaz. Qo'rqmasdan bu mahsulotni tavsiya qilishim mumkin. Buni qatorida aytamanki, bizning ustozimiz Farida Bekbayeva kitoblarni men ko'p o'qiyman, sababi o'zim bemor bo'lganim uchun bemorlarga yordam berishni xohlayman. Doim kitob o'qiyman. Mana shu Tibet haqidagi kitoblarni tinimsiz o'qiyman. Shu o'qigan paytimda kerakli jumlalarni men o'zimga ko'chirib boraman daftarimga. O'sha jumlalar menga ham muhrlanadi, ham hayotim davomida ishlaydi. Har biridan iltimos qilaman. Har bir inson oilasida shu mas'ul bo'lishi kerak va shart. Bu birinchisi. Ikkinchisi, prezidentimiz yurtimiz uchun shuncha mehnat qilyaptilar, sog'lom bo'lish uchun. Biz qiladigan ishimiz tavsiya qilish. Ikkinchisi, uchinchisi, sizlardan iltimos qilaman. Uyalmang. Uyalmang. Mana shu mahsulotni ichishdan va tavsiya qilishdan uyalmang. Sababi kasalxonaga boring, qancha odamlar yordamga muhtoj. Ularga yordam qilish, menimcha Allohning hukmida ham eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak, insonlarga yaxshilik qilish. Va oxirgisi men yaxshi ko'radiganimki, o'z oilangizga buni boytamli aytishyapti, sog'lom holatda kelasiz. Mana ustozimiz ustoz aytdilarki, sog'lom ayol eriga kerak emas, kasal ayol kerak emasmi? Ayolga kasal erkak kerak emas, hurmatli erkaklar. Biz ham sog'lom bo'lishimiz kerak. Farida Bekbayevning kitoblarida bir jumla bor. Bu mahsulotni ichish kerak emas, bu mahsulotni hovuchlab yeyish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.